Hammaga assalomu alaykum mollar, sizlar bilan 90 YouTube Gaming. Mana shu videoda men sizlarga o'zimning taktikalarni ko'rsatib o'taman. Videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bo'lmasa ketdik. Tak, ikkinchi shotimizni bitta hit bilan olamiz va uchinchi shotimizni ko'rib olishinglar mumkin. Ikkinchi videoda men sizlarga qanday qilib noldan ko'tarilishi sizlarga o'rgatib o'taman. Sizlar paytashga qilsanglar bas. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu joyda dushmanimiz sezmagan bitta glazuv bilan chiroyli kelib olamiz va mana shu joyda ham xato qilib dushmanga chiqib beraman, lekin shunda ham chiqib ketdim vaziyatdan. Dushmaninglar sizlarga prям push qilmoqchi bo'lgan vaqtda naklon bilan kutib olsanglar, Telegram kanalimizga kelib obuna bo'lib qo'yinglar. 200 ta bo'lsak sizlarga konkurs qilib beraman. Va UC'lar kerak bo'lsa mana shu Telegram dishkamga yozsanglar, UC'larni yaxshi narxlarda qilib beraman. Eng muhim ishonchli uzog'i 2 minutda UC'lar tushadi. Так что UC'dan sotib olishlarga maslahat beraman. Mashinliklarga aldab qolmanglar. Ishim arzon deydi, mazmun lekin mashinlik bo'ladi. Так что ehtiyot qilamiz. Так, bu yerda ham g'azabdan chiqib ketaman. To'qilish o'tadi. Tak, dushmanimiz уже o'yinga comeback qilgandi, lekin bu befoyda bo'ldi. Tak, уже 13-shot ko'rib olishingiz mumkin. Chiroyli headshotlar berib, chustительность Telegram kanalida bemalol chustительность bilan o'ynashinglar mumkin. Ko'proq tadayimchilarga chustительность mos kelishi mumkin. Klassikchilar uchun emas, afsuski. Так что videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Так, dushmanimga prям напрямую chiqib beryapman, chunki bu oddiy o'yin, turnir emas. Billar kelishmay qoladida bori, qilgan. Tak, ikkita hit berib, dushmanni o'ldirmoqchi bo'lgandim, lekin bu xatoni sizlar takrorlab o'tirmanglar. Bitta hit berib, shu bilan dushmanga shotni berib qo'ydim. Men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib, bemalol yozishingiz mumkin.